izlagan imkon topadi. Doim boya Mardikor bozoriga bordim. Qarasam, yosh yigitlar ishsiz o'tiribdi. Ularga men bir taklif aytdim. Xohlaysizlarmi men bilan birga ishlashga? Non mendan olib sotasizlar. Masjidga borib sotsanglar bo'ladi, magazinlarga tarqatsanglar bo'ladi. Deb ularga taklif kiritdim. Ularning ichidan bir yigit shunaqangi savol berdi menga. Nonni toshish uchun deydi, aravani qayerdan olaman deyapti. Nima toshiyman deydi. Men shu gapidan keyin ularga gapirishga tilim qolmadi, gapirmadim men. Bir narsani unutmanglar. İzlagan imkon topadi. Doim bahona qidirmaydi. Bu topaman desangiz, harakatingizni qilsangiz topasiz. To'g'risida hech kim sizga men senga mana bu ishni ol, men buni qilgin, yoki men bir pulni olgin deb birov sizga bermaydi. Hozir o'sha bolalar o'tiribdi-da, ertalabdan kechgacha kim bizga ish taklif qilar ekan. To'g'ri, mehnatda aybi yo'q. Lekin har tomonlama izlanish kerak-da. Mana men hozir aytdim, aravani olasan, masjidga borib nonni sotasan. Mendan 10 so'mdan olib 15 so'mdan sot deyapman. Yo'q deydi, aravani men qayerdan topaman? Maslahatim, hurmatli yoshlar, yigitlar, bahona izlash keragi yo'q. Imkon izlash kerak. Tak что harakatinglarni qilinglar.